Yevropadagi ishlab chiqarishga tahdid solgan tok krizisi Xitoyga ta'sir ko'rsatishga boshladi. Tok uzilib qilish kam deganda 15 o'lkaga kengaydi. Xitoyning eng muhim ishlab chiqarish markazlari sanoat va ishlab chiqarish aslahalarining tok ishlatishiga cheklama qo'ydi. Jiangsu, Zhejiang, Guangdong qatorliq eksport bazalaridagi energiya krizisining kun sari kuchayishi, chet el zakazlarining yetkazilishining kechiktirilishi va bahosining o'sib ketishiga bo'lgan andishalarni kuchaytmoqda. Amerika Kengash palatasining Demokratlar partiyasidan bo'lgan a'zosi Jon Ossoff Amerikaning Sharqi Turkistonda ishlab chiqarilgan Xitoy quyosh energiya mahsulotlariga tayinishiga xotima berishni talab qilgan. Uning aytishicha, Amerika havo klimat o'zgarishiga qarshi kurash qilish bilan bir vaqtda quyosh energiya ta'minot zanjirini majburiy emgakdan xoli qilish uchunmi kurash qilishi kerak ekan. Litva davlat mudofaa ministri Margis Abukevichus Xitoyning Xiaomi markalik aqliy iqtidorli telefonlarining yoshirin nazorat qilish iqtidori bayqalgandan keyin davlat mudofaa ministrligining hukumat organlarining ishonchsiz uskunlarni setib olishini cheklaydigan qonun loyihasi tuzadiganligini bayon qildi. Turkiya tilida so'zlashadigan davlatlar hamkorlik komiteti, ya'ni Turkistonning tashqi ishlar ministrlari Istanbulda maxsus yig'in o'tkazib, Afg'oniston masalasini muzokara qildi. Yig'indan keyin Turkistonga a'zo davlatlarning tashqi ishlar ministrlari Afg'onistonning uzun muddatlik tinchlikni qo'g'daydiganligini e'lon qildi. Amerika prezidenti Joe Biden Pfizer va BioNTech shirkatlari tadqiq qilib yasab chiqqan Xitoy virusiga qarshi vaksinaning 3-chisini, ya'ni kuchaytirilgan vaksinani emlatkizdi. Egilanishicha, Biden o'tgan yili 12-oy va bu yil 1-oyda 1 va 2 vaksinani emlatkizgan. Turkmeniston mustaqilligining 30 yilligini tabrikladi. Tabriklash faoliyatlari davlat miqyosida o'tkazildi. Paytaxt Oqshabodda o'tkazilgan dog'dug'iliq marosimda Prezident Qurbonguli Berdimuhamedov xalq bilan salomlashgandan keyin maydonni to'ldirgan turkmanlarning bayramini tabrikladi. Quruqliq, havo va dengiz armiyasi askarlari marosimda rasmiy parad o'tkazdi. Marosimga nurg'unlagan yerlik va chet ellik mehmonlar qatnashdi. Kosovo bilan Serbiya o'rtasidagi mashina nomer taxtisi krizisi kuchaymoqda. Serbiya Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining o'zini tutib olish chaqiriqiga qaramasdan Serbiya va Kosovo chegarasiga askar o'rnashtirdi. Kosovoning oldingi chegara eg'izida Serbiya nomer taxtisi bor mashinalarga qo'ygan cheklamasi bu jiddiylikni keltirib chiqardi.